Unda olsa başlap ketsek ustaz, aldı bilen mi şu? Elbette toy meselesi. Biz ilgirme bu İslam biz programımızda aile şu nurgun meselelerge bu milletin kimlikini qoğdaş hakkında bir qançılığan temalarda toxtaldık. Toy meselesi elbette intayin muhim bolğan. Bulup mu muhaciret yaşayatgan halkımızın özleri yaşayatgan devletlerde her xil milletler bilen toy qıp ketişin ama uzun kelgüsünü qarğa vaqtimizda milletki göstərən onun təsirlərinə həm toxtuluş kerak bolğan bir mavzu deb bilgenge nesip bopdu. Şu aldı bilen bu toy qilishninki aldı bilen mevcutluq ve kimlik bilen bolğan münasibetini bir etçevet fandikin qağan temlaq kirsek. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Yat millet bilen toy qilishdan milli mevcutluq, dini kimlik, milli kimlik ve vatan kimligi bilen zich münasibeti var. Çünkü her qandaq bir millet özünün mevcutluğunu saqlash ve kimligini himoya qilish uchun tiliga, diniga, qimmat qarishiga, tarixiga, madaniyatiga, vataniga, urf-odatiga alohida ahamiyat berdi. Çünkü bunun hammasi yuqori so'zlaganimiz kimlik omillari. Muş kimlik amilleriniki birisiga sal qaragan millet ya tiliq sal qardi, yoki diniq sal qardi, yoki tarixi, madaniyati, yoki coğrafi vataniga sal qaragan bo'lsa, bu shu tarafdan tahdidga duch keladi. Xo'sh. Endi Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarniki milliy kimligi, diniy kimligi ve vatan kimligi bu kimlikniki eng muhim omil hisoblanadi. Milliy kimlik ben meylen düşünelim. Dini kimlik desek onu mu düşündüm? Milli kimlikten Uygurlar olsa. Dini kimlikten Müslümanlık. Endim bir yerde vatan kimliği deyilgan bir neyse. Hoş. Yani biz neye gitabe? Qaysı bir tuprak gitabe? Qaysı bir zemin gitabe? Şarkı Türkistan degen bu tuprak gitabe mi? Yoki başka bir yerge? Bunu mu enek kimlik katarda bayan qilish lazım. Uygurlarning yoki Sharq Turkistonliklarning diniy kimligi, milliy kimligi ve vatan kimligi kimlikdagi eng muhim omil hisoblanadi. Tarix, madaniyat ve boshqasi buningga tava bo'lib mangadi. Kimlikning bu omillarni qo'g'dash, mavjudlikni himoya qilish ve davlat qurishning oldingi shart hisoblanadi. Mavjudligimizni saqlaymiz deydiganmiz, kimligimizden yukarı amillar bilen koşup bunu himoya qilishimiz lazım. Devlet kurumuz, müstakil devlet kurumuz etkenimiz yanılan bu kimlikni, milli kimlikni, dini kimlikni, vatan kimlikni onu himoya qilish lazım. Bu üç kimlikni himoya qilmay turib, müstakil devlet qo'g'ilib bo'lmaydi. Mavjudligini saqlag'ini bo'lmaydi. Uyg'urlarniki milli kimligi, yoki Sharq Turkistonliklarning ummati, milli kimligi, dini kimligi ve vatan kimligi birleşmeye durup müstakil devlet qo'g'ilmaydi. Bugün kunlikda ba'zanlar parchalashga urinadi. Biz faqat bu diniga tayaniblan vatanni ozod qilib ketamiz, qo'lga olib ketamiz. Millat demaymiz yoki vatan demaymiz. Acaba bu vatanda yashagan nurg'un insonlar var, Uyg'urlardan va Turkiy millatlardan. Ya musulmonlarning egilar hisoblanadi. Xo'sh. Bu vatan atalg'usi, vatan ufqimi hergizmi bu dini kimlikka, e'tiqod kimligiga islom nazariyasida, prinsipida zid kelmaydi. Ba'zilar deydi bu dini biz shu kuni qilishimizdan sababi bu din. Bu dindan yiroq holatda biz milliylikni, Uyg'urlikni o'tirg'a chiqib, mushna bilan vatanni qo'lga keltiramiz, davlat quramiz deb xiyol qilayotganlar. Acaba qon verdigan, jon verdigan kelgan chaqda buni oldingi hisobda topqini bo'lmaydi. Dini kimlik bilen milli kimlikni tang himoya qilmay turib vatanning kimligini himoya qilolmaydi. Sharq Turkiston degan bu kimlikni, mustaqillikning simvolini yoki davlatning makonini, bu diniy kimlikni ve milli kimlikni tang himoya qilmay turib uni himoya qilolmaydi. Shundan millatning qimmat qarishi, tarixi, an'anasi, urf-odatlarini bu kimlikni qo'g'dimay turib saqlab qolgan bo'lmaydi. Belki bulsam toylar ne münasebet adışım mümkün kimlik meselesi bir az izahat birişini doğurtaptı. Hem de o Sharq Turkistonliklarning ya Uyg'urlarniki bir kimligi var. Umum bir kimligi.
Ma milliy kimlikni hammaylar bildi. Uyg'urlik Uyg'ur bo'lsa, O'zbek bo'lsa O'zbek deydi milliy. Endi diniy kimlik va musulmonlik buni bilmaydi bu. Endi bu Sharq Turkistonlik deydigan bir vatan kimligi bor. Xo'sh. Uyg'urlarning ya Sharq Turkistonliklarning Sharq Turkistondan iborat bu kimligi dunyodagi barliq Uyg'urlarni birlashtiradi. Satqın bo'lmasa, xoin bo'lmasa, aqli o'shi joyida bo'lgan bir qalbi pok bir inson bo'lib qolsa, dunyoda Uyg'urning hammasi Sharq Turkistonlik degan bu kimlik birlashtiradi. O'rtaq g'oya nishon atrofiga to'play oladi. Uyg'urlarning ya Sharq Turkistonliklarning Sharq Turkistonlik degan bu kimligi barliq mush vatanga mansub bo'lgan, qalbi sab bo'lgan har bir Uyg'urlar ya Sharq Turkistonliklari tuyg'u birligini g'oya nishon birligini, vatan birligini Xo'sh. ve mas'uliyat birligini, harakat birligini ishga oshira oladi yoki uni yidildira oladi. Uyg'urlarning ya Sharq Turkistonlik degan bu vatan kimligi, vatanparvarlik ruhini, qarindoshlik ruhini, hamkorlik ruhini va bir-biriga ish chiqish ruhini yetildiradi. Xo'sh. Agar mushnanqa bir sodiq bo'lsa, samimiy bo'lsa. Acaba bukunlik nima uchun bu savol so'rash mumkin? Nima ish bo'lish vujud chiqmaz bir Sharq Turkistonlik deb da'vo qilsak bu, tashviq qilsak bu, bozor asasak deyish mumkin. Shuningda har bir inson, har bir qarindosh mushnanqa sodiq bo'ladimi, bo'lamadimi degan bu savolga o'zlam javob beradi. Xo'sh. Men bir ishni qilsam, dinimga foyda kelsa, vatanga millat foyda kelsa u foyda. Men bir ishni qildim, lekin u 3 omildan bir zarar kelganimiz o'sha foydaning qatori chiqib ketdi. Bu ruh bilan ish qilmaydi ko'pincha qarindoshlar. To'g'ri. Bu yerda bir muhim nuqta bor. Balki ba'zanlar deyish mumkin. Millat musulmon bo'lsa bo'lmadimi deydi. Buni ularla ish tugagan. Bu savol ko'rinishi qarta to'g'ri savol deb ko'rin. Lekin muhim diqqat qilinmayotgan halqiliq bir masala. Albatta biz siyosiy ish qilgan vaqtimizda yoki to'y qilgan vaqtimizda yoki boshqa ish qilgan vaqtimizda oxiratligimizni o'ylashib maqsadimiz bu oldingi bir shart. Undan shak yo'q. Ammo millatning musulmon bo'lishi bilan davlat qurgan oldiga undaq shart yo'q. Xo'sh. Millat musulmon bo'lganlik bilan hurlik ichida, adolat ichida, xotirjamlik ichida yashagani bo'lmaydi. Musulmon bo'lganlik shart bilan bo'lmaydi. Hem İslam'a amal qilib bir musulmon salohiyat ulashgan bo'lmaydi. Mana bugungi kunlikda ahvolimiz ko'rinib turibdi vatanda. Xo'sh. Chunki vatan bo'lmasa davlat qo'g'inilmaydi. Hukumatni shakllantirilmaydi. Davlat bo'lmagan, hukumat bo'lmagan yerda islomning ko'rsatmalarini va prinsiplarini, qoidalarini jamiyatda tatbiq qilinmaydi. Demak, musulmon bo'lish bilan davlat qo'g'inilmaydi. Cho'qim buning uchun vatan lazım. Xo'sh. Bir tuproq lazım. Bu noktada mushkil ko'z qarashni o'ylaydigan qarindoshlar obdan munoz qilish lazım. Gapimiz chiqib etgansak, bu yuqorida milliy kimlik haqida to'xtaldi. Uyg'ur o'g'li Sübti bilan ya Sharq Turkiston. Diniy kimlik haqida to'xtaldi musulmon. Endi Sharq Turkiston vatan kimlik haqida to'xtaldi. Buning to'y qilish bilan nima munosabati bor degan gap chiqadi. Albatta bu yuqorida aytilgan 3 kimlikning to'y qilishi bilan zich munosabati bor. Uyg'urlarga o'xshash, yoki Sharq Turkistonlik o'xshash mahkumlik asrida yashayotgan, mustamlikat ostida yashayotgan bir millatga nisbatan bo'lapmi sirti yashayotganlar vatandan chiqib amal yo'q deydi ba'zilarga nisbatan, ammo hur dunyoda yashayotgan bu muhojirat asridagi Uyg'urlarga nisbatan milliy mavjudligimizni qo'g'daymiz deydi ekan. U bir ikkisi masalan milliy mavjud millatning. Diniy kimligimizni saqlaymiz deydi ekan, milliy kimligimizni himoya qilamiz deydi ekan, hurlikka erishimiz deydi ekan, davlat quramiz deydi ekan. Bir-birini tushunadigan, bir-birini qo'llaydigan, bir-birini himoya qiladigan, bir-birining dardiga darmon bo'ladigan o'zining millatini to'y qilishi intayin zo'r bir masala hisoblanadi. Munosabatini mana bu nuqtadan his qilgan bo'ldi.